Yana bitta yomon odat chiqarib oldikda biz. Qarz. Qarzga yeb ichish, qarzga kiyinish, yeb ichish mayli endi, qorinda tikib qo'yib bo'lmaydi. Kiyimlarni ham qarzga olib kiyib turib bermayapsizlarda, qochib yuribsizlarda. U bechoraning aybi nima? Aybi nima sizlarga kiyim berib turganimi? Aybi nima sizlarga haligi Xudo xolalar oldiga chiroyli bu borib kelib olganlar uchun kiyim berib turganimi? Aybi nima uni? Yaxshilikka shunaqa qilib javob berasizlarmi sizlar? O'shaning uchun hech kim pul ham bermay qo'ygan, hech kim qarz ham bermay qo'ygan. Ishonmaydi-da, ishonch yo'q. Ishonchni o'zimiz yo'qotib bo'lyapmiz-da. Men odatda umuman qarz olmayman. Qarzga tovar ham olmayman, qarzga kiyinmayman. Umuman kiyinmayman qarzga. Madinaga berib ketaversa yo'q deyman. Qarzga olmayman, hech narsani qarzga olmayman. Raza qarzga olsam 10 kunga olishim mumkin. Raza olsam. Hatto otamdan qarz olsam ham, o'tgan safarda 3 oyga dedim. Qarz oldim, mashina olganimda. 3 oy bo'lmasdan uzib bo'ldim-da. Bo'lmasa o'sha mashinani olmayman ham, minmayman ham, aqlim yetmasa-da. Hatto otamdan, ammamdan oldim, 2 oyga deb oldim, 1 oyda uzib bo'ldim. Masalanda va'da berdingizmi? Va'dangiz ustidan chiqmasangiz baraka bo'lmaydi sizda. Endi ular yaxshilik qilganiga, yaxshilik qilganini burnidan buloq qilib tashamanglar-da. Choyxonalarda qarzga yeb-yeb ketib yuboryapsizlar-da. Ular nima? Siz uxlab yotganingizda to'ppanchoq qilib. Ular sahar turib ishlaydi. Bitta odamning mehnatini qadriga yeting. Siz qatlaman bir narsalar zakaz qilyapsizlar-da, bittasi kecha kun xafa bo'lib aytayapti. Shu Xanna shu Madina apa qarzimni o'chirib ketaman deb 10 ta qatlama qilib sotuvdim deyapti, tepada bitta xotin. O'ziga to'q deydi-da, bermayapti. Jon opa bersa tashab ketaman deb aytayapti-da. O'zingiz pishiring bo'lmasa. Nimaga u bechora ayoldi pishirib hali magazindan qarzimni uzaman degan ekan, hali sho'rlik. Nima bermayapsiz? Bering. U farzandingizdan yo boshqasingizdan chiqib ketadi, tinchligingizni yo'qotasiz. Beraman deganingizdan keyin bering-da, u sizga obro' berdimi? Hali ko'ylakni ham olib kiyib borib, to'ylarda yarqirab o'tkazib keldingizmi? Ko'chalarda obro'yingizni olib yuribsizmi o'sha bergan kiyimlari bilan? Bering. Bo'lmasa kiymangiz, kiyimingizni kiyib boring. Birovning hisobiga nimaga yashaysiz? Birovning haqqi teshib chiqar bilib qo'yinglar, Birovning hisobiga yashamang. Yo kiymang lutshi o'sha kiyimni. Yo shu qatlamani ham pishirtirmay o'zingiz pishiring. Bo'lmasa quruq boring, o'sha obro'liroq. Birovning haqqini yeb qo'ygandan ko'ra quruq bor, yo bormay qo'ya qoling. Unaqa qilmang. Birovning kosasida ovqatga qoshiq tiqib yeyapsiz-da siz. Bu vobshe yomon odat. Eng yomon odat. Hozirgi kunda eng global muammoni ham globalida, hozirgi kundagi eng yomon muammo shu.